Ayollar qaysi erkakni hech qachon hurmat qilmaydi? Keling, ularni birma-bir ko'rib chiqamiz. Birinchisi, baxillik. Ayol avvalo baxil erkakni hurmat qilmaydi. Chunki u ba'zan oilasi uchun kerakli narsani qizg'anadi, ammo o'zi uchun eng qimmatini olishdan tortinmaydi. Ikkinchisi, badgumonlik. Bunday erkak har bir xabarni, har bir harakatni gumon bilan kuzatadi. Vaqt o'tishi bilan esa ishonch yo'qola boshlaydi. Uchinchisi, sababsiz rashk. Rashk me'yoridan oshsa, bir-biriga yaqin qalblar ham asta-sekin uzoqlashadi. To'rtinchisi, minnatchilik. Qilingan yaxshilikni qayta-qayta eslatadigan erkak o'sha yaxshilikning qadrini o'zi yo'qotadi. Beshinchisi, ahdiga vafo qilmaydigan erkak. Va'dalar bajarilmay qolaversa, bir kun kelib uning so'zlariga hech kim ishonmay qo'yadi. Oltinchisi, beparvolik. Ayol ba'zan qimmat sovg'a emas, e'tibor kutadi. Beparvolik esa qalblar orasidagi masofani kundan kunga kattalashtiradi. Yettinchisi, badnazar bo'lish. O'z oilasini boshqalarning oilasi bilan solishtiradigan erkak hech qachon bor ne'matining qadriga yetmaydi. Hech bir erkak mukammal emas. Ammo o'z xatosini tan olib, uni tuzatishga harakat qilgan erkak ayolining hurmatini ham, oilasini ham saqlab qoladi.